Singlimiz yaxshi bir savol berdilar. U kishi nasroniy bo'lib, kasblari aloqa operatori ekan. U kishi Iso Masih alayhissalomni Alloh yaratganiga ishonar ekanlar. Juda ham to'g'ri. U zot Allohning izni bilan mo'jizaviy tarzda tug'ilganlar. Singlimiz Qur'onni o'qish asnosida Muhammad alayhissalomni payg'ambar ekanliklarini bilib olibdilar. Muhammad alayhissalomning tug'ilishlari qanday bo'lgan deb so'radilar. Singlim Muhammad alayhissalom tabiiy ravishda dunyoga kelganlar. U kishining ota-onalari bo'lgan. U kishi g'ayrioddiy emas, tabiiy ravishda tug'ilganlar. Lekin ba'zilar Iso Masih alayhissalomni otasiz tug'ilganlarini ro'kach qilib, u kishini Xudo deyishadi. Muhammad alayhissalomni otalari ham onalari ham bo'lgan. Iso Masih alayhissalomni onalari bo'lgan, otalari bo'lmagan. Agar shu xislat u kishini iloh qiladigan bo'lsa, bunga javob Oli Imron surasi 59-oyatda keladi. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Xalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. Albatta Allohning huzurida Iso xuddi odamga o'xshaydir. Uni tuproqdan yaratib, so'ngra unga bo'l dedi, bas u bo'ldi. Sizningcha Iso Masih otasiz tug'ilgani sabab Xudo bo'lsa, unda otasi ham onasi ham bo'lmagan Odam alayhissalom kim bo'ladilar?